Qiziqjo'lar, bugun sizlar bilan bittada o'xshab chiqadigan, juda ham yumshoqqina, ichlari g'ovak-g'ovak bo'lib chiqadigan bittada ikkita biskit chiqarishni o'rganamiz qiziqjo'lar. Xudo xohlasa darsimiz sizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. 4 ta korj bo'lib chiqadi. Bittasi 18 diametrlik, ikkinchisi 17 diametrlik biskit tayyorlashni o'rganamiz qiziqjo'lar. Mana oralarini ham ko'rishingiz mumkin. Dars jarayonini ko'rib o'rganib olasizlar degan umiddaman. Bugun sizlar bilan biskit tayyorlaymiz. Hozir birdaniga ikkita qolipda, bittasi 18 diametrli, bittasi 17 diametrli qolipda biskit pishiramiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni aytib ketaman qizlar. Xo'p, 6 ta tuxum, juda ham katta bo'lmagan va juda ham kichkina bo'lmagan o'rtacha tuxumda, ya'ni razmerda ishlatamiz. Xo'p, 240 gram shakar kerak bo'ladi va oliy navli un 240 gram. Men turon unidan doimo foydalanaman biskitlar uchun. Va Avalex hozir jarayonda gramlarni hammasini aytib ketaman. Avalex qiziqjo'lar. Ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Avaleximiz pishvoy mahsulot hisoblanadi. O'simliklardan tayyorlanadi. Bu biskitimizning mayin, yumshoq pishib chiqishiga yordam beradi qiziqjo'lar. Va kraxmal kerak bo'ladi va muzdek suv. Hozir jarayonni ketma-ketlikda qilib o'tamiz qiziqjo'lar. Shakar kerak bo'ladi. Birinchi ishimiz qiziqjo'lar, tarozimizga 240 gram unni solib olamiz. Mana tarozilarni ham tayyorlab oldik. Xo'p, 240 gram un solamiz. Qiziqjo'lar, quruq mahsulotlarimizni doimo sitadan, elakchadan chiqarib solamiz. Bu muhim qoidalardan bittasi. Mana 240 gram unni solib oldik. Endi 240 gram shakar solamiz. gram shakar soldik. Endi 30 gram jo'xori kraxmalini solamiz. 30 gram. 30 gram kraxmalni solib oldik. Endi razr-risl solamiz 6 gram. Mana 6 gram razr-risl soldik. Endi ho'l mahsulotlarni solamiz. Ya'ni tuxum, muzdek suv va Avalexni solamiz. Qiziqjo'lar, ahamiyat berasizlar, suvimiz muzdek bo'lishi kerak. 60 gram muzdek suv solamiz. Muzdek suvni soldik. Endi 48 gram Avalex solamiz. Mana Avalexni solib oldik 48 gramni va 6 ta tuxumni chaqib olamiz. Mana qizlar, 6 ta tuxumni ham chaqib oldik. Endi mikserga qo'yamiz. Qizlar, buni bemalol ruchnoy mikserda ham qilsanglar bo'ladi. Mikserlarni kuchiga yetsa, oboroti yetsa bemalol qila olasizlar. 6 ta tuxumni birdaniga yoki kuchi kamroq bo'lsa, to'q pastroq bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bo'lib pishirib olsanglar, ya'ni tayyorlab olsanglar bo'ladi mikserni. Xo'p, qiziqjo'lar, mikserimizni yoqamiz. Birinchi bir rov aralashtirib olamiz. 1-2 skorostiga qo'yib turib, hamma mahsulotlar bir-biriga yaxshilab aralashgandan keyin tezlashtiramiz. Mana aralashib oldik. Endi sekin 3, 4, 5, 6 gacha chiqaramiz qizlar. Hozir 3, 4 qilamiz, sekin-sekin ko'tarib boramiz. Minimum 4-5 minut atrofida mikser qilamiz. Orada mana qoliplarimizni tagiga palga qilib tayyor qilib qo'yganman. Bittasi 17, bittasi 18 diametr va pechimni yoqaman shu orada qizlar. Tepa pastini birdaniga yoqamiz, ventilyatsiyasini va 160 qizdirishda 180 ni yoqasizlar. Uje biskit kirgandan keyin 160 ga tushiramiz gradusini. Qizivaguncha 1-2 ta tepa balandi anaqasida qizdirib olishimiz kerak pechni. Tepa pastini baravar yoqib olamiz qiziqjo'lar. Mana qiziqjo'lar, 4-5 minut atrofida mikser qilib oldik. Qaranglar qizlar, xuddi nisholdagi o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Juda ham suyulib ham ketish kerak emas. Mana ko'ryapsizlarmi, vinchikdan oqib ketmayapti. Qanday ko'targan bo'lsam, qotib turibdi. Xuddi shunaqa tarzda ko'rinishi kerak emas. Endi qoliplarimizga teng 2 ga bo'lib solib olamiz. Mana qizlar, qoliplarimizga solib oldik. Endi qizib turgan pechimizga 160 gradusda 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Qiziqjo'lar, mana biskitimiz ham pishib chiqdi. Pechdan olganingizdan keyin qizlar teskari holatda, teskari qilib, falgasini ochib turib, yaxshilab sovutasizlar qizlar. Agar shoshilinch bo'lmasa, xona haroratida sovutganingiz yaxshi. Men sovuq joyda, ko'chada muzlatganligim uchun, ya'ni sovutganligim uchun sal mana chetida parlanish bo'lib qoldi, lekin o'sha anaqasini yo'qotmadi shaklini. Endi qolipimizdan yechib olamiz pichoq yordamida. Qizlar, issiq holida biskitimizni qolipidan ajratib olmanglar. Chetidagi, ya'ni xamir yopishib qolib, urvoqlari to'kilib tushadi. Shuning uchun yaxshilab sovutasizlar, keyin qolipimizdan yechamiz.
Qizlar, mana qolipdan biskvitlarimizni yechib oldim. Endi zagotovka o'tish jarayonidan oldin usti mana bu joylarini kesib tashlaymiz. Bemalol 4 ta ko'rish qilib 3 qator krem, ya'ni nachinkali qilsanglar bo'ladi. Zagotovkadan keyin yana ham biskvit balandligi oshadi va ustiga bezatish jarayonlarida kremlar qilganinglardan keyin, bezaklar qilganinglardan keyin yana ham biskvit ko'tariladi. Ancha примерно mana shunchaga yana ko'tariladi biskvitlar, qizlarjonlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bugungi retsept sizlarga foydali va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Salomat bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Mana qizlar, aytib o'tganimdek 4 ta ko'rishga qilib bo'lib oldik. Oralarini qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib, vovak bo'lib, yumshoqqina bo'lib pishgan qizlar.